Farhodxon, ancha ahvol 3 oydan beri. Qishloqdoshlar, musofirda yurgan qishloqdoshlar imkon boricha, iloji boricha akamga bir yordam qilsa, xususiy klinikaga olib chiqib bir davolatib, o'ziga keltirib olsa, qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Iloji yo'q. Sal harakat bor mana. Qo'lda harakat bor, oyoqda harakat bor. Faqat ozroq o'ziga kelish qiyin bo'lyapti. Iqtisod tomondan ham qiynalyapmiz. To'g'ri, ukkol buyog'i. Mana hamma narsa osmadan bo'lyapti. Ukkol, suv, ovqat, zontdan, shilyanka mana buyog'i ham. Iloji boricha yordam qilaylik. Ko'payrashib, Ishon buvani oyoqqa turg'izib olaylik, yordam qilinglar. Elda xizmatida yurgan odam mana. Mahallaga bir yarashtiruvga borib, ana shu ahvolga tushdi. Davleniyat chiqdimi, nima bo'ldi? Shu ahvolga kelib qolgan Ishon buvamiz. Iltimos sizlardan qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Mahalladoshlar, qishloqdoshlar